Alloh u yoqdan shunaqa kanal ochib qo'yaptiki, biz bu yoqdan tomchilatib qo'yamiz-da. Xotiniga bermaydiganlar bor, bolasiga bermaydiganlar bor. Yaqiniga bermaydigan, ota-onasiga berganda yuragi siqiladi. Qayoqqa olib ketiladi? Xo'p, ayting, qayoqqa olib ketiladi o'shancha qilingan ishni? Ko'rdik-ku, mana zilzilaning ostida tillalar chiqib kelyapti, chamadon. Kim topgan ularni? Qani o'sha odamlar? Qolib ketdi binolarning tagida. Endi kim ishlatyapti? O'g'irlar olib o'g'irlab ishlatib ketyapti. Nahotki omondamisiz deydi Alloh shu narsadan. O'shaning uchun aytayapti, bering o'sha narsani. Berganim o'zimniki deb turib futbolkalarimizga yozib qo'yamiz-ku. Futbolkadagi gap Allohga kerak emas, u mana u tildan chiqib amalga o'tadigan gap kerak Allohga. O'shanga bering deyapti. O'shaning uchun Hasan Basriy rahmatullohi alayh beva bechora miskin kambag'allarni ko'rsalar, ustilaridagi kiyimlarni yechib o'tkazib keling, mana hamma amalimni Allohga yetkazuvchi zotlar deb o'tkazib qo'yar ekanlar. Mana hamma boyligimni Allohga olib borib beruvchi zotlar deb o'tkazib qo'yar ekanlar, chiroyli taomlar, kiyimlar, pullarni berar ekanlar. U mahallasidagi beva bechoraga berganini orqasidan turib, "Voy, senga bergandim, nimaga sen teskari qarab salom bermayapsan?" deydi. Alloh uchun deyapti Alloh, qarang-da. Ani ajrab ketamiz. Qo'yavering, u nima amalimiz bo'lsa Alloh uchun, bo'lmasa Alloh taolo hammasini habada qiladi.